bir yigit bor edi. Og'ir kasal bo'ldi, o'lishi aniq bo'lib qoldi, lekin jon taslim qila olmadi. Tiliga la ilaha illalloh kalimasi kelmadi. Bu haqida payg'ambarimizga xabar berilganida, ota-onasi bormi uni deb so'radi. Qari bir onasi bor deyishdi. Chaqirib kelinglar. Onasi payg'ambarimiz oldiga keldi. Payg'ambarimiz bu ayoldan bolasi haqida so'radi. "Ya Rasululloh, men noroziman undan." U o'zini ayolini mendan afzal ko'radi. Meni qo'yib unga yaxshilik qiladi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam onasining g'azabi, onasining noroziligi uni shahodat kalimasini aytishdan to'sib qo'ydi dedi. So'ngra payg'ambarimiz: "Ey Bilol, o'tin to'plang, kuydirib yuboramiz." Shunda bu yerda turgan ona: "Ya Rasululloh, bolamni ko'z oldimda kuydirib yuborasizmi?" dedi. "Bunga qanday qilib sabr qilaman?" dedi. Payg'ambarimiz: "Vallohi siz norozi ekansiz, uni o'qigan namozi, sadaqasidan unga foyda yo'q dedi. Rozi bo'ling, bo'lmasam bolangiz foydalana olmaydi bu amallaridan." Shunda ona qo'lini ko'tarib, "Allohni, sizni va shu yerda turganlarni guvoh qilib aytaman, men undan roziman." Bilol Alqamani eshigining oldiga borganda, ichkaridagi Alqama la ilaha illalloh degan kalimani aytdi. Bilol eshitdi, vafot etdi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib xabarni berdi. Alqama vafot etdi. Yuvishdi, kafanlashdi. Payg'ambarimiz janozasini o'qidi. So'ngra uni qabrini bir chetida turib aytdiki: "Ey muhojir va ansorlar, kim onasidan ayolini afzal ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin. Kim ayolini onasidan ustun ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin" dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.